Moskva va Sankt-Peterburg viloyati va shaharlarda ro'yxatdan o'tishga qiynalayotgan yoki ishonchli xizmat topa olmayotgan bo'lsangiz, biz sizga 100% ishonchli registratsiya xizmatini taklif etamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa 100% kafolat beriladi. Bundan tashqari barcha turdagi hujjatlar va notarial xizmatlar ham mavjud. Hujjatlar siz turgan manzilgacha yetkazib beriladi. Murojaat uchun esa hoziroq ekrandagi raqamlaringizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada ish beruvchilar hindistonlik migrantlarga boshqa ish berishni xohlashmadi. Ularning aytishicha, hindistonlik migrantlar shu darajada birlashadiki, agar qaysi biridir ishga kelishni xohlamaydigan bo'lsa, ommaviy ravishda ishga kelishmaydi. Tikuv sexining rahbarining aytishicha, uning qo'lida 40 nafar hindistonlik migrant ishlaydi. Ulardan bir nafar ishga kelishni xohlamasa, ular ommaviy ravishda ishga kelmaydi. Bu ham yetmagandek. Sex har kuni tozalanadigan bo'lsa ham, hindistonlik migrantlar chiqib ketgandan so'ng sex shu darajada isqirtligicha qoladi. Bundan tashqari sexdagi barcha asbob-uskunalar buzilishni boshlagan. Bunday holat nafaqat ish beruvchilarda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalmoqda. Hindistonlik migrantlar barcha narsani urib, sindirib tashladi. पैंतीन ये चाइनीज देख सकते हैं गाइस ये Блинская улица, 72, корпус 2. Такие у нас часто. Красоты соком. Так живешь и вид на мусорку.